Hey do'stlar, sabr boraya Master Game. Bugun biz bitta Roblox o'yinchini razoblashish qilamiz. U o'yinchi Football 3. U YouTuber men kommentariyamda manaqa o'g'ri yoki grabитель deb yozib qo'ygan. Bunga nima deyishimni ham bilmayman. Nimaga o'g'ri bo'lim, nimaga grabитель bo'lim. Lekin o'sha taqdirda ham hamma biladiki, hech qanaqa o'g'irmasmiz. Biz просто yutib oluvchimiz. Lekin bizni o'g'irga chalishmayapti. Nimaga? Nima qildik biz? Sizni kontentingiz yo'qladimi? Yo'q. Meni prosmotrlarimizga yo'q bo'ldi. O'shanga siz meni o'g'ri deb meni yo'qlash bo'ldingizmi? Ha? Bitta shursimda bir joyim olsa, lekin bitta rasm qo'yilgan. U o'g'rilik emas. Odamlar nima ko'rganini yaxshi bilish kerak. U menda masayif. Sizda unda 20 ta patbeshigi bo'lib turib, o'zidan ketyapti. 10 ta patbeshidan ustida masara qilish bu alashon yomon hislarga olib keladi. Iltimos, agar futbol ishga patbeshga bosgan bo'lsanglar, otbeshga qilib qo'yishinglarni iltimos qilaman. Unda kontentingizni biz yaxshi bilamiz. Hammasini shortda qiladi. Short esa ham zo'r emas. Nimaga endi bu mix bilan ishlagan bo'lsa, endi biz bu mix bo'lishimiz mumkin emasmi? Nima faqat bitta bo'lib qolganmi bu mixlar? Tanish kerak. Bu mix legenda. Buni ham tushunish kerak. U axir u bilan kompaniyada bo'lgan. Yo'qolgandan keyin nima qilishni ham bilmagan. O'shanga qanaqadir yomon gaplarni men haqimda gapirishni boshladi. Biz bunaqa narsalarni yomonga chiqarmaymiz. Hammasi to'g'ri. Unda, lekin men unga jalb yozmoqchiman. Agar men unda yomonlik ko'rsam, men unga jalb yozaman. Va u men bilan sudga o'tirishi mumkin. O'shanga meni podpishka qilmoqchi bo'lsanglar, like va podpishka bosishni unutmanglar. Hammaga oldindan hayotdan kontent qilishga harakat qilaman. O'shanga bitta like bilan menga hayotga hadiya qilinglar. Like va podpishka hadiya qilsanglar xursand bo'lamiz. Biz aytamiz. Bu Football 3. Football 3 o'zidan qanaqadir Roblox YouTuber qilib yaxshigina podpishkalarga ega. Ya'ni 20 ta. 20 ta podpishka bu mix bilan ishlab topgan. Bu mix uni reklama qilgan. Lekin Football 3 uni istamagan. Qilmagan, chunki u ko'p narsalarni shortda qilardi. Va qanaqadir suratlarni bu mix akkaunt bilan ishlatardi. Men quvonchmanki, men uni avtorskiy pravaga jo'natib olishim mumkin. Va u YouTube kanalini o'chirib tashlashim mumkin. Qilishimni istaysizlarmi yo'qmi? Agar buni videoni ko'rgan bo'lsangiz, futbolchi eslab qo'y. Men seni ismingni bilaman. Yozib qo'ygan. Mana yozib qo'yganki, Abdurahimov Rahmat Bittajanov. Demak, taxminimiz bo'yicha u Abbakir, chunki u Abdurahim bu Abdurahimga. Anamas Abdurahim deb qo'ygan. Abdurahim o'g'ri deb yozib qo'ygan. Biz tushunmaymiz. Biz magina qildik. O'shanga biz. Ha, to'g'ri. Men bir adresi boshlayman. Lekin u boshlashini kutib turishim kerak. Men uni sudga yuboraman. Agar men bilan birga ko'rishmoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysin. Ko'ramanki, u qanaqa bola kommentariyasida. Va uni kommentariyasiga men qachondir javob yozaman va u bilan qachondir ko'rishamiz. U ham O'zbekistonda, men ham O'zbekistonda. U meni YouTube kanalim haqida qanaqasiga bildi o'zi. Men bitta narsani aytaman. Men bu mix bilan gaplashganman. Va hamda men bu mixdan yeyman. Men unga podpishka bosganman va bu mixdan ruxsat so'raganman. Bu mix, agar men videoni ko'rgan bo'lsang va mendan xursand bo'lgan bo'lsang, iltimos kommentariyaga yozib qo'y. Albatta men to'xtamayman. Bu mixlar olg'a deyishga shay turaman. Bu mix ritual qilmasam-da, bu mixni 67 ta podpishka yana qaytaraman va bu mixga qo'lga berishga harakat qilaman. Lekin u bo'lmasa kerak. Unda YouTube kanalim o'chib ketmasdi. Bilib turibmiz. Futbol 3 berdi, hech nima deyaolmaydi. Hech kim menga hech nima deyaolmaydi. Men YouTube kanalimni davom ettirdim, lekin u menga xalaqit beryapti. Nima unga qildim yomon?
chunki u menga qildi yomonlik. Men hech nima demadim, kutib turdim. 10 beshikka eridim, jahlim chiqdi. Endi bugun qachondir u bilan ko'rishamiz. Bu Mix, mana sen bilan gaplashganmiz. O'sha. Men seni unutmadim, meni ham sen unutma. Hali men mashhur bo'laman, sen meni unutganingni eslamagan bo'lasan. Esan. O'shanga like va podpiska bosishni ham unutmanglar do'stlar. Hayitga menga sovg'a qilinglar. Men sizlarga kontent sovg'a qilay. Hammaga hay. Sizlar bilan ajoyib Master edim va bu Mix va eFootball 3 ni gaplashdik. Agar ham shunaqa video ko'rmoqchi bo'lsanglar, like videoga bosinglar va podpiska bosib qo'yinglar.